Assalomu alaykum ko'pchilik, mana Xudo xolasa 60 oylarga degan uyimizning qurilishlar ketmoqda. Xudo xolasa shu sabab ko'pchiliklar bilmaydi ekan. Shuni bildirish maqsadlarida videoroliklar ishlab chiqaryapmiz. Keyin sizlardan bir iltimos, birinchisi borimiz ochildi Xudo xolasa. Keyingi oyinki 7-oyinki 1-chislosigacha Xudo xolasa 10 million yig'amiz degan niyat bilan bu videoroliklarni chiqaryapmiz. Keyin hozir mana shu videorolikning ast tarafiga nomerlarni qoldiramiz. 702 101 43 43 Atabek akam nomeriga Xudo xolasa niyat qilgan niyatlarni tashlayverasizlar. Bundan aytganda, bu bayağı aytilgan 10 million summamiz bir insonga, 2 insonga, 3 mayli 10 insonga juda ham og'ir chiqar. Aslarga bir narsa ko'rsataman. 10 million tanga. 10 million tanga. Hisoblaymiz. Ko'lkent qishlog'i, Aris qishlog'i, Qarabloq qishlog'larining sredniy hisoblagan holatda mana shu 50 ming kishida kasbiy bor. Bo'lamiz 50 ming kishiga. Teng. Har bir odam mana shu videorolikni taratib, butun hamma agar 200 tangani saladigan o'zida ham bizlarga bu qurilishlarga juda ham katta yordam olar edi. Endi bu 200 tanga olgan bilan 200 tangani sal shart emas. Hamma har xil qurib yetguncha sasanglar zo'r bo'lib ketardi.